Bugungi mavzuyimiz yorug'likning sinishi. Xo'p, o'tgan mavzumizda ta'rifni aytganmiz. Demak, yorug'lik energiyasini tarqalish yo'nalishini ko'rsatuvchi to'g'ri chiziq yoki elektromagnet to'lqindan iboratdir. Ana endi demak, yorug'lik elektromagnet to'lqin ekan. Yorug'likning to'lqin chegarasi 0,4 mikrometrdan 0,76 mikrometr oralig'ida bo'ladi. Mana agar elektromagnet to'lqinlash shkalasini o'sha bir qismini chizadigan bo'lsak, 0,4 mikrometrdan 0,76 mikrometr oralig'ida bo'lgan to'lqinlar ko'zga ko'rinuvchi to'lqinlar bo'lib, bu to'lqinlarni yorug'lik to'lqinlari deb nomlanadi. 0,4 mikrometrdan kichik to'lqinlar esa ultrabinafsha nurlar, 0,76 mikrometrdan katta bo'lgan to'lqinlar esa infraqizil nurlar deb nomlanadi. Ana endi yorug'likka bundan boshqa asosiy xossasi yorug'lik har qanday shaffof muhitda tarqala oladi. Yorug'likning vakuumdagi tarqalish tezligi tabiatdagi eng katta tezlik bo'lib, demak qiymati 3^10⁸ metr taqsim sekundga teng. Va buni C harfi bilan belgilashga keltirilgan. Demak, tabiatdagi eng katta tezlik yorug'likning vakuumdagi tezligi. Shunga mos ravishda yorug'likning to'lqin uzunligi, demak tezligiga proporsional bo'lganligi uchun vakuumda tezlik eng katta bo'lsa, demak vakuumdagi to'lqin uzunlik ham eng katta to'lqin uzunlikka ega bo'ladi. Yorug'likning biror bir shaffof muhitga o'tgandagi tezligi esa shu muhitning optik xossalariga bog'liq holatda vakuumdagi tezligidan n marta kichik bo'ladi. Bu yerda n shu muhitning nur sindirish ko'rsatkichi yoki optik zichligi deb nomlanadi. Muhitning optik zichligi, ya'ni nur sindirish ko'rsatkichi shu muhitning magnit va dielektrik xossalariga bog'liq bo'lib, uning qiymati shu muhitning magnit sindiruvchanligi va dielektrik sindiruvchanligi ko'paytirmasdan olingan kvadrat ildizga teng bo'ladi. Hop, shu muhitdagi yorug'likning to'lqini esa shu muhitdagi tezligini chastotaga nisbatiga teng bo'ladi. Mayli, chastota bo'lishi kerak edi. Chastotaga nisbatiga teng bo'ladi. Va mana yorug'likning muhitdagi tezligini formulasini olib kelib qo'yadigan bo'lsak, demak yorug'likning muhitdagi tezligi, muhitdagi to'lqin uzunligi yorug'likning vakuumdagi to'lqin uzunligidan n marta kichik bo'ladi. Demak, xulosa qilishimiz kerakki, yorug'likning vakuumdagi tezligi va vakuumdagi to'lqin uzunligi maksimal bo'lib, biror muhitga o'tganda esa tezligi ham n marta kamayadi, to'lqin uzunligi ham n marta kamayadi. Ana endi n'ga, ya'ni optik zichlikka qaraydigan bo'lsak, muhitlarning optik zichligini eng kichik qiymati 1 bo'lib, bu ham vakuumda, ya'ni vakuum va havoda yorug'likning nur sindirish ko'rsatkichi 1 ga teng bo'lib, boshqa har qanday shaffof muhitda esa 1 dan katta qiymatlarni qabul qiladi. Xo'p, yorug'likning sinishiga o'tadigan bo'lsak, demak yorug'likning sinishi. Yorug'lik ikki muhit chegarasiga biror burchak ostida tushganda, uning bir qismi dastlabki muhitga qaytadi. Bunda tushish burchagi qaytish burchagiga teng bo'ladi. Buni avvalgi mavzuyimizda ko'rganmiz. Bir qismi esa ikkinchi muhitga o'z yo'nalishini o'zgartirgan holatda, ya'ni singan holatda o'tadi. Xo'p, ana endi mana shu o'sha ko'rinishi. Biz tanlaganimiz, demak, vakuumdan muhitga o'tmoqda. Vakuumdagi tezligi c, to'lqin uzunligi lambda v, chastotasi uv ga teng va alfa burchak ostida tushmoqda. Ikkinchi muhitga o'tganda esa uning yo'nalishi o'zgarib, beta burchak hosil qilyapti. Bu burchakni sinish burchagi deyiladi. Demak, mana yozib qo'ygan alfa tushish burchagi, alfa ishtiroq qaytish burchagi, beta esa sinish burchagi. Hop, singandan keyin ikkinchi muhitga o'tganda, hop, muhitdagi tezligi dastlabki muhitdagi vakuumdagi tezligidan n marta kamaydi. Muhitdagi to'lqin uzunligi dastlabki muhitdagi to'lqin uzunligidan n marta kamaydi, lekin chastotasi esa avvalgi muhitdagiga teng bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, demak yorug'lik bir muhitdan boshqa muhitga o'tganda tezligi, to'lqin uzunligi, yo'nalishi, ya'ni burchagi o'zgaradi, lekin chastotasi dastlabki muhitdagiga teng bo'lib o'zgarmaydi. Bu yorug'likning sinishi edi. Endi shu yorug'likning sinishiga qonun bor. Bu yorug'likning sinish qonuni deb nomlanadi. Mana tanlaganimiz, demak yorug'lik optik zichligi n1 bo'lgan muhitdan optik zichligi n2 bo'lgan muhitga o'tmoqda. Tushish burchagi alfa, sinish burchagi beta. Sinish qonuni quyidagi ta'riflanadi. Yorug'lik
ikki muhit chegarasiga tushish burchagi sinusining sinish burchagi sinusiga nisbati shu ikki muhit uchun o'zgarmas kattaligi bo'lib, ikkinchi muhitning nur sindirish ko'rsatkichini birinchi muhitdagi nur sindirish ko'rsatkichiga nisbatiga teng bo'ladi. Ta'rif. E'tibor bering, demak tush burchagi sinusini sinish burchagi sinusiga nisbati o'zgarmas kattalik. Mana shu joyda juda kerak. Nima uchun o'zgarmas kattalik degan savolga agar tushish burchagini orttirsangiz, sinish burchagi ham ortadi. Sababi savollarda keladi. Tushish burchagini orttirsangiz sinish burchagi qanday o'zgaradi? Demak, tushish burchagi ortganda sinish burchagi ham ortishi kerak. Chunki mana bu nisbat doimo o'zgarmas kattalik bo'ladi. Tushish burchagini orttirib borsangiz, sinish burchagi ham ortib boradi va nisbat o'zgarmay qolaveradi. Aksincha, kamaytirib borsangiz tushish burchagini, sinish burchagi ham kamayadi, ya'ni nisbat o'zgarmay qolaveradi. Yo'ldagi n2 bilan n1 demak ikkinchi va birinchi muhitlarning nur sindirish ko'rsatkichi. Bularni mana bu formulalar yordamida davom ettirib, bularni formulalarimiz mana bu ifodamiz, ya'ni sinish qonunini kengroq formula shaklida yozib olishimiz mumkin. Bizda mana sin taqsim sin esa n2 taqsim n1 ga teng bo'ladi. Bu qoidada bor. Endi n0 ga mana ifodalar olib kelib qo'yib, tezliklari to'liq o'zlikka ifodalar olsak, demak mana bu ifodamiz sinish qonuni sin taqsim sin da mana bu nisbatlarga teng bo'lib qoladi. Hop, shart. Endi tanlasak, agar ikkinchi muhitning zichligi, optik zichligi birinchi muhitning optik zichligidan katta bo'lsa, mana n2 n1 dan katta bo'lsa, o'zidan mana bu nisbatlar v1 v2 dan katta, lambda 1 lambda 2 dan kattaligini ko'rsatadi. Demak, mana bu o'sha yerda ko'rsatilgan shartlar. Xulosa shuki, qayerda nur sindirish ko'rsatkichi katta bo'lsa, demak o'sha joydagi tezlik, to'lqin uzunlik va burchak kichik bo'ladi. Ya'ni bu suratda bo'lsa bular mahlaydi. Demak, mana bu ixtiyor xohlagan shaffof muhitning optik zichligi shu muhitdagi to'lqin uzunlikni, tezlikni va burchakni kamaytirishga xizmat qiladi, lekin chastotani o'zgartira olmaydi. Chastota har ikkala muhit uchun bir xil qiymatga qabul qiladi. Va oxirgi yana bir qo'shimcha shart bor. Agar tushayotgan nur bir qismi qaytib ikkinchi muhitga sinib o'tgandan keyin qaytish burchagi, qaytuvchi nur bilan sinuvchi nur o'zaro bir-biriga perpendikulyar kelib qoladigan masalalar ham bor. Bu ham sinish qonuniga bo'ysunadi. Faqat sharti mana bu yerda qaytayotgan nur bilan singan nur qandaydir 90 dan boshqa gradusda bo'lsa, o'sha joyda mana bu tikib qolgan. Qaytayotgan nur sinayotgan nur bilan o'zaro perpendikulyar kelib qoladigan bo'lsa, demak, mana bu alfa tushish burchagi qaytish burchagiga tengligini bilamiz. Endi mana bu 90 gradus qolgan bo'lsa, qaytish burchagi bilan sinish burchagining yig'indisi 90 gradusga teng bo'lib qoladi. Alfa ishtirokini olib qo'ydik. Beta plus alfa 90 gradusga teng. Mana shu joyga sinish qonunini qo'llaydigan bo'lsak, sin alfa taqsim sin beta barobar. Sin alfa taqsim beta nomini mana bu yerdan 90 alfa olib qo'yib olsak, yana o'sha n2 taqsim n1 ga teng. 90 alfa bilamiz, kosinus beradi, nisbat tangens bersa, mana bu sinish qonuni endi sinus bilan emas, tangens o'zi bilan kelib qolishi ham mumkin. Demak, tangens alfa barobar yo'q, demak mana bu nisbatlarga yana teng bo'lib qolaveradi. Faqat esdan chiqarmaslik kerak. Mana bu shart qachon o'rinli bo'ladi? Qachonki qaytuvchi nur bilan singan nur o'zaro bir-biriga tik, ya'ni perpendikulyar kelib qoladigan bo'lsa, sinish qonuni sinus bilan emas, tangens o'zi bilan olib ketish ham mumkin. Shu yerda bitta izoh bor. Sinish qonuniga har doim bo'ysunadimi? Sinish qonuniga istisno ham bor. Ya'ni agar tushuvchi nur tushish burchagi 0 gradus qolsa, ya'ni tushish burchagi 0 gradus qoldigani tushayotgan nur perpendikulyar tushadigan bo'lsa, sinish qonuni bajarilmaydi. Sababi sinish qonuniga ko'ra alfa 0 bo'lsa, mana bu sinuvchini singan nur ham 0 bo'lib qoladi. Demak, mahalda 0 bo'lishi mumkin bo'lmaganligi sababli sinish qonuni bajarilmaydi. Shu istisno. Demak, sinish qonuni tushuvchi burchak yoki tushish burchagi 0 gradusdan farqli bo'lgandagina bajariladi. 0 gradus bo'lganda bu qonun bajarilmaydi. Hop, endi agar perpendikulyar tushadigan bo'lsa, sinish qonuni bajarilmaydi-yu, nur o'z yo'nalishini o'zgartirmagan holatda ikkinchi muhitga o'tadi. Bu nima degani? Masalan, mana bu nur perpendikulyar holatda tushadigan bo'lsa, o'zini yo'nalishini o'zgartirmagan holatda to'g'ri o'tib boraveradi. Demak, hech qanday og'ishlar ro'y bermaydi. Demak, sinish qonuni bajarilmaydi-yu, lekin
nur sirtga perpendikulyar tushadigan bo'lsa, demak ikkinchi muhitga ham o'sha o'zini yo'nalishini o'zgartirmagan holatda o'tib boradi.